Hafta kuniga juma 2025-yilning 3-oktyabr kuni Buxoro viloyati Buxoro tumani Shayxoncha fuqarolar yig'ini tutqish qishlog'i akalar. Yana xalq arzonchisining uyidan yangi partiya bonlarni chiqaramiz akalar. Bu yoqqa buqalarimizni gigantlari kelgan. Ishqibozib bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Semental so'ragan akalarimiz bugun sementallar yana shousi bo'ladi. Maza qilib tomosha qiling. Arzon narxlarga, ya'ni chorni piyostrani puliga semental olaman deydiganlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Boshladik birinchisidan. Xo'p, akajon, 14,5 million so'm. 14,5. Keyingisi. Shvedlar sementalligi bo'ldi. Bu ham 14,5 ketdi. Xo'p, semental. Akajon 15,5 million so'm. 15,5. Chorni piyostra 4 oylikdan o'tgan bo'g'oz akajon. Aha. 16 million so'm. 16 million so'm. Semental. Semental 16,5 million so'm. Yashang. Keyingisi. Novot. Bu Novot rang 19 million so'm. Katta semental. Aka, katta semental 2 oylik bo'g'oz deb bergan egasi 23 million so'm. 23 million so'm. Buqalarga o'tdik. Buqalarga o'tamiz aka. Buqa chorni piyostra akajon 16 million so'm. Bunisi shved. Shvedga chorni piyostra aka. Bu 18,5. Ketsa ketsin. Ketsa ketsin, qo'ydan ketsin dey. Aka buqalar zo'ri. Chorni piyostraga semental gibrid akajon 23 million so'm. 23. Ketdik keyingisi. Xo'p, bu ham 23 million so'm. Bu ham gibridmi? Bu ham gibrid. Aka to'qqol variant 23 million so'm. Mana akalar, to'qoli. O'ta gigant akalar, sizlarga qanday ko'rinyapti bilmadim. To'liq video bo'ladi YouTube kanalimizga joylashtiriladi akalar. Bunisi chorni piyostra qancha? Xo'p, bunisi akajon 26 million so'm. Aka 130 nechi bu? 137 mi shunaqa? Xo'p, buchi. Semental bilan chorni piyostra shvedniki bu. Shunda aka bu 27 million so'm, bu 140. Xullas mana shu mollarimizni hammasini birma-bir yetaklab, bo'ylarini o'lchab, to'liq ma'lumot sizlar uchun qoldiriladi. Yangi yilgacha buqani tayyorlab sotaman deydigan akalarimiz bo'lsa, yangi yilgacha tayyor bo'ladigan buqalarimiz bor. Bu yoqqa sal kichkinaroqlari, bu yoqqa akalar sementallarni, nilufar gullari. Aloqaga chiqaverasizlar demak.